Bolaga albendazol mumkin emas, bilasizmi? Albendazol kimga beradi? Yosh qurtalagan. Molga beradi. Molli jigari qurtlab ketmasligi uchun albendazol beradi. Mana qarang, fenazol ham xuddi shunaqa. Albendazolning tarkibi ham albendoks beryapti, двойной beryapti, ko'ryapsizmi? Bolangizni jigariga ta'sir qiladi. Biz nima qilamiz? Biz apparatda bolaga o'sha surgidori berib, mana apparatda qilinadi-da, apparatda hali gijalar karaxt holatga keladi. Karaxt holatga keltirganda gija tishini qo'yib yuboradi. O'sha tishlab yashaydi-da, bizning ichovlarimizda bo'lmasa, agar tishi bo'lmasa chiqib ketardi axlat orqali. Как раз o'sha tishini qo'yib yuboradi, keyin biz surgidori beramiz. Surgidori orqali tabiiy yo'l bilan chiqib ketadi, ko'ryapsizmi? Albendazol bermaymiz, klizma qilmaymiz. Bolangiz sog'lom gijalarni uchiradi va sog'lomlashtirasiz bolani. Shunaqa bizda shunaqa yo'lga qo'yilgan. Klizmasiz, albendazollarsiz yo'lga qo'yilgan. O'shanda chiqadi. Birinchidan asab joyiga keladi, ikkinchidan bolani o'sha nafasda oldiga o'tib ketgani chiqadi hammasini, chunki toklar o'sha C energiya meridianlar bilan ishlaymiz-da, o'sha hamma bloklangan organlardan hamma bloklarni yechadi. Organlarning ishlash faoliyatini oshirib, bolani aktivligini oshiradi.